Do'stim, yaxshimisan? Uyingdagilar tinchmi? Rahmat, yaxshi. O'zingda nima gap? Men xorijga ketyapman, ishlagani. Shuning uchun bugun bir sinfdoshlar bilan yig'ilsak choyxonada. Senlarni sog'inaman-da, do'stim. Choyxonani qo'ya tur. Qayerga? Qaysi davlatga ketyapsan o'zi? Qudamning jiyani olib ketyapti. Polshaga dedi-yu. Hali qaysi davlatga borayotganingni ham bilmaysanmi? U holda migratsiyaga oid qonunlarni umuman bilmaysan. Unda meni kutib tur, hozir yetib boraman. Nega endi? Hop. Qani o'tirchi? Qayoqqa boramiz? Bir joyga olib boraman. Do'stim, senga yuridik konsultatsiya zarur. Hozir bitta joyga olib boraman. Mayli. Ketdik. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Chet elga bormoqchimisiz? Avvalo siz borayotgan davlatda mehnat migrantlari uchun qanday sharoitlar yaratilganini o'rganing. Agar u yerda muammoga duch kelsangiz, kimga va qanday murojaat qilish kerakligini aniq bilib oling. Agar chet tilini bilmasangiz, migratsiya agentligi orqali bepul o'rganish imkoniyati bor. Bilasizmi, agentlik faqat chet elga yuborish bilan cheklanmaydi. Chet elda qiyin ahvolga tushgan fuqarolarga huquqiy va ijtimoiy yordam ko'rsatadi. Zarurat bo'lganda vataningizga qaytarish chorasini ham ko'radi. Eng muhimi, firibgarlarga ishonmang. Faqat rasmiy agentliklar orqali yo'lga otlaning. Rahmat. Siz menga juda katta yordam berdingiz.